Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'roy bozorining qadri baland qadrdonlari, aka-uka, do'st birodarlar, hoji-ota, hojirolar. Xudo xolasa sizlar uchun hop, obunachilar mana bunday buqayu xunachillarda inshaalloh o'ta go'zallardan, zo'rlardan video syomkamizni boshlaganmiz. Albatta dehqonni o'zidan olaman degan obunachilar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, o'zlaringiz savdolaringizni qilib olishlaring mumkin obunachilar. Xudo xolasa bugungi kunimiz 10-iyul, haftaning Sayyidul ayyom. Juma kuni barchangizga muborak bo'lsin deya biz mana bunday buqalarni, xunochilarni syomkasini boshlaganmiz. Videoni ko'rishdan oldin bir donadan like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'linglar. Ozgina, sozgina. Xudo xolasa 3 ta buqacha, hop 3 ta xunojin. Ya'ni sigir qilsa arziydigan xunochilar inshaalloh o'ta go'zallardan, zo'rlardan keyin. Qani bo'lmasa Xudo xolasa dehqon akamiz so'zlariga yuzlanamiz. Obunachilar, assalomu alaykum. Tuzimsiz? Sharkamasdan. Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa arzonlar 6 ta molimiz bor, 3 ta buqa, 3 ta xunojin. Hamma yo'g'ini tanishtirib, narxlari bilan bo'laveradi. O'zi obunachilar telefon qilishga boshlashdi dedim. Xo'p, bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar mana 3 ta buqacha, 3 ta xunojin. Xudo xolasa, veterinarsda endi kanalimizga oldim, misol birinchi marta misol qadamni qo'yyapsiz, to'g'risi? Xo'p, mana narsani misol narxini ko'p obunachilar qilishadi-da. Narxini misol 10 so'm aytishadi, 9 so'm olishadi. O'shanda siz ham shunaqa narx qo'yib bera olasizmi? Ha, beramiz. Xudo xolasa imkon darajasi arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi. Xo'p. Solishtirib ko'rishadi. Xudo xolasa, birinchi marta sotganimiz uchun arzon qilib beramiz. Inshaalloh bo'laveradi. Bo'lmasa qadrli obunachilar, bularning ma'lumotlarini sekin bilib borishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchisiga mana bunday hop, yemga tashlasa bo'laveradigan, yemga tayyor. Oz-oz berib, xudo xolasa kuzgacha yetalaysizmi? Hozirda ham tashlasangiz ham bo'ladigan variantidan inshaalloh. Xo'p, bo'lmasa birinchi buqamizni ko'rsatib o'tamiz obunachilar. Oldi tarafdan, orqa tarafdan mana. Hop, yedishisidan muammosi yo'q, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Hop, yeb ichib turgan narsa mana. Hop, sinov muddatlari ham inshaalloh bor obunachilar. Qorniga e'tibor bersangiz, hop, yemasdi ichmasa ochiqni aytganda buqa bu darajaga kelmaydi. Molda oyoq qo'llariga ahamiyat berasizlar, eng muhimi, molimiz uzun. Molning uzunligiga e'tibor berib ko'rasizlar. Hop, undan keyingisini ko'rsatamiz obunachilar, navbatdagi buqamiz. Mana. Buni ham orqa vashi, ikkalasini ham orqa vashini ko'rib turibsizlar. Eng muhimi suyagi buzuq variantidagi. Bunimiz qandaydir turishni ham bilmayapti, ochiqni aytganda dehqonni o'zidan mana obunachilar. Mana. Xudo xolasa bunisini ham yedishtisi o'ta go'zal holatda. Buni ham bitta oyoq qo'llariga ahamiyatni berib qo'yasizlar. Hop, mol yaltirab turgan. Endi ochiqni aytganda, misol oxiringizga qarab xudo xolasa o'zgarishini, imijini qilib olaverasiz. Xo'p, 3 tasini bitta qo'yamizmi yo? 3 tasini bitta qo'yamiz. Demak 3 tasini bitta qo'yamiz. 2 tasi bir xil, lekin 3-chisiga ahamiyatni alohida berasizlar. Hop, bunga nisbatan to'g'ri, hop, bo'yi 1 sm farq bo'lishi mumkin, lekin mol o'ta go'zal. Misol kallalariga, orqa boshlariga, oyoq qo'llariga ahamiyatni bersalaring, narigilarga nisbatan orqa boshlari illi. Misol menimcha kiloga ham ochiqni aytganda hop, og'irroq kelishi kerak. Og'irroq kelishi kerak ochig'i. Hop, bo'lmasa bunday qilamiz, qarab turing. Buni bitta bo'yni o'lchaylik. Bu tarafdan, bu tarafdan. Hop, kichkinasidan bitta o'lchaylik. Bo'yiga esa shu 1.15 atrofida chiqib bo'lsa kerak. 1.17. 1.17. Hop, 1.15 plusga beraveramiz eng kichkinasini. Endi bitta kattasini o'lchaymiz. Hop, o'rtada tafovutini qilib, xudo xolasa telefon qila olasizlar obunachilar. Hop. 18. Hop, bo'ylari 1.18 ga, hop, 1.16, xullas qo'yg'u suyuqqa 1.15 ga olsangiz ham bo'laveradi. Dehqon degan ochiqni aytganda hali dehqondan qush to'yganda haligi. Bo'lmasa bunday qilamiz. 3 tasiga yengil narx ayting. Hop, 3 tasiga hop, yengil narx ayting, obunachilar telefon qilsin. Xudo xolasa o'zingizga aloqaga chiqsin. Qo'lda bering. Mana san 3 tasini bitta joyga oldim degan obunachiga necha puldan beramiz? 18,5 dan. 18 million 500 dan. O'tadigan joyi bormi? O'tadigan, hammasi o'tadigan. Keyin bitta so'rayman, obunachilarga qarab turing. Mana narsani hali siz ham telefon qilganda, misol 3 kishi bilan aloqaga chiqmaysiz, 3 kishi bilan gaplashmaysiz. Mana narsani qarab turing. Siz kanalga yangisiz. Birinchi marta. Ha, birinchi marta. 100 ming siz obunachingizga qarang. Xudo xolasa siz obunachingizga. 100 ming meni obunachimga 18 million 300 ming so'm obunachilar nomidan telefon qilsa, uylariga bortirib berasiz. Barakasini bersin, otangizga rahmat. Qadrli obunachilar, xudo xolasa hop, inshaalloh 3 tasini bitta joyga 18 million 300 ming so'mdan savdosi bor, telefon qilsang sunnati xayriga o'tib beradigan hop, joyti bor. Bo'ylarga keladigan bo'lsak, bo'ylarni yana qaytarib o'tamiz. Hop, 17 ga 18 shunaqa atrofida, lekin 15 plusga ketaveradi 3 tasi bitta joyga. Hop, dastavkamizni qarab turing-da.
Dastavkamizni qaygacha qilib beramiz? Vodiy bo'ylab Toshkent, Samarqandgacha ketaveradi. Obunachilar, xudo xolasa Qashqadaryo, u taraf Buxorolar uzoq. bo'laveradi. Bo'lmasa telefon qila olasizlar. Xo'p, undan keyingi navbatdagi, ya'ni sigir qilsa bo'ladigan variantidagi xunojinimizni ko'ringlar. Xo'p, shoqi ham o'smagan, orqa boshlari xudo xolasa o'ta go'zal holatda. Hop, buqaga tayyor. Ya'ni buqa talab bo'lib qolgan o'zi. Xo'p. Bo'yini o'lchab bering. 1.22 atrofida kelib qolyapti. 20 Xo'p, demak 1.20 ga beraveramiz. Xo'p, yosh oyligi qanaqa bu? Yosh oyligi bordir bir, ha? ikkita turadi. Demak, buqaga qo'ysa bo'ladigan variantda. Tayyor. Xo'p. Buni o'ziga narx aytamizmi yoki? O'ziga aytamiz. Xo'p, bo'lmasa o'ziga. Nima yoki bularga qiladigan bo'lsak, narxi ozgina bularniki. Xo'p. Narxi ham Yengil aytingchi qani? 17 million. 17 million? Serios. Qadrli obunachilar, 17 million so'm 1.20 li xunojinimiz. Xudo xolasa, buqa talab bo'lib qo'ygan. Agar mabodo mana shu bitta tug'ib oladigan bo'lsa, o'zingiz xolos ayting, necha pulga chiqadi narxi? 35 million bo'ladi. 35 million, ya'ni ikkita. Bunisi agar enasi bekorga qoladi, ochig'ini Arzon aytganda. kelganda bu o'zi aslida. Xo'p, bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar, hop, 17 million so'm narx qo'yilyapti mana shu xunojinimizga. Yana bir qator bitta ko'rsatib qo'yaylik. Ko'rsatib qo'ying. Xudo xolasa, ostilari ham o'ta go'zal holatda. Ha. Arzonning sababi Arzon paytda kelgan. Yo'q, ikkita edi, bittasini yaxshi pulga sotdim, bu arzonga qoldi. Bo'laveradi, hop. Ostlari ham zo'r, mana ko'rsatib qo'ying. Hop, hamma yo'g'i xudo xolasa o'ta go'zal holatda. Bo'laveradi. Bo'lmasa navbatdagi yoshroq variantlarini ko'rsatib o'tamiz. Assortimentda bor. Hop. Undan keyingisiga, demak, ikkitasini bitta joyga qo'ysa bo'ladigan variantidagi. Buni ukasi. Hop, buni ukasi ko'rinib turibdi, lekin buni korpuslari bor ekan. Korpuslari butun. Bu biri 12 ekan. Hop, 1.12, 1.10 deyilgan. Demak, qo'yig'i suyuqqa 1.10 ga ketaveradi. Obunachilar, bularni yosh oylik keladigan bo'lsak, 5-6 oylik xudo xolasa atrofidagi xunojinlar. Inshaalloh kuzga borib, kech kuzga xudo xolasa bu ham kuyib qoladi, to'g'rimi? Hop. Bu alohida qo'yamiz buni ham. Bittasini alohida qo'yamizmi? Narxini ayting. Hop, narxini ayting bunisini. Narxi 12,5 million. 12 million 500 ming so'm. 12 million 500 ming. Xudo xolasa o'zingiz telefon qilib o'tib Yana beradi. bor. O'tib ham beradigan joyi bor. Hop, bo'lmasa berigisdan narxini ayting. Eragisi qulay million. Hop. Nima bu o'lchavi? 1 metr 1 dering. metr ekan. Hop. 1 metr bo'lsa 10 million 500 ming so'm. 10 million 500 mingga xudo xolasa O'tkazib oladi. o'tadigan joyi bor. Demak, bunday qilamiz, qarab turing. Hammasini o'tib beriladi. Hop, avvalo olinsin, xudo xolasa telefon qilishsin. Telefon qilishsa, Telefon qilsa ish bitadi. telefon qilishsa, xudo xolasa bitmaydigan ishni o'zi yo'q. Hop, bo'lmasa manzilimizni aytib o'tib ketamiz, qadrli obunachilar. Hop, manzilimiz Namangan viloyati Sho'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida, ya'ni xudo xolasa Abduqahhor akamizning mini mofiyasidamiz. Xudo xolasa telefon qilishga shoshilaverasizlar. Narxlar kimgadir ma'qul keladigan bo'lsa, hop, Andijon, Farg'ona, Toshkent, Samarqandlik akalar ukalar, xudo xolasa sizlar ham telefon qilishga shoshilaverasizlar. Biz bo'lmasa video syomkamizga yakun yasaymiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar, qadrli obunachilar.